Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun men sizlarga Davron Rajab qalamiga mansub Ovozdagi ranglar nomli she'riy to'plam haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ovozdagi ranglar zamonaviy o'zbek shoiri Davron Rajabning she'riy to'plami. Kitob 2025-yilda nashr etilgan bo'lib, unda muallif inson qalbi, vaqt, muhabbat, sog'inch, hayot falsafasi va ruhiy kechinmalari epotik obrazlar orqali ifoda etiladi. Asarning mazmuni kitobdagi she'rlar insonning ichki olami, qalb kechinmalari va hayot haqidagi mushohadalariga bag'ishlangan. Muallif har bir tovush, har bir lahza, har bir tuyg'uda o'ziga xos ranglarni ko'ra oladi. Shu sababli asar Ovozdagi ranglar deb nomlangan. She'rlarda ma'naviy go'zallik, ruhiy izlanish va insoniy tuyg'ulardan chuqur tasvirlangan. Asarning bosh g'oyasi inson qalbidagi kechinmalarni anglash, hayotning har bir lahzasidan ma'no topish va ruhiy go'zallikni his etishga undashdir. Muallif o'quvchini fikrlashga, o'z ichki dunyosiga nazar tashlashga chorlaydi. Kutubxona uchun qisqacha obraz Ovozli ranglar she'riy to'plami zamonaviy o'zbek she'riyatining yorqin namunalaridan biridir. Unda inson qalbi, muhabbati, sog'inchi va hayot falsafasi nozik badiiy tasvirlar orqali yoritilgan. Kitob she'riy to'plamdan iborat bo'lib, she'riyat ixlosmandlari uchun qimmatli manba bo'lib, o'quvchini ruhiy olamini boyitishga va hayotga teran nazar bilan qarashga undaydi. Ushbu kitobni olib mutolaa etishingizni tavsiya etib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.